Bugun arenda mahsulotini yaratish bo'yicha video qo'llanma ko'rib chiqamiz. Qanday boshladik. Birinchidan akkaunt bo'limiga o'tib olamiz. Bu yerda mahsulot bo'limi bor. Kirib, bu yerda yaratgan mahsulotlaringiz, qidiruvlar va pejma-pej o'tganlar va filtrlar bor va bu yerda qo'shish tugmasi bor. Plus bor. Endi qo'shish deb yozilmagan, plus qilib qo'shib qo'yilgan. Bosamiz. Bu yerda sizga oyna ochiladi. Bu yerda rasm yuklaysiz, mahsulot nomini yozasiz, kategoriyani tanlaysiz. Kategoriya nimaligini bilmasangiz, oldingi videoda aytib o'tilgan. Bu yerda ikkita tugma bor, arenda beriladi va faqat sotiladiganisi bor. Biz faqat arenda bo'yicha hozir qolamiz. Faqat sotiladi, o'sha faqat sotuv bo'yicha bo'lgan videoda ko'rishingiz mumkin. Va arenda narxini yozamiz, mahsulot qayerda turishi va mahsulot haqida qisqacha yozib ketamiz. Rasm yuklashdan boshlaymiz. Rasm tanlaymiz. Rasmni iloji boricha uzoqroqdan olinglar va yaxshiroq olinglar. Maksimum megabaytda 4 megabaytgacha oladi. Undan yog'ini olmaydi. Eslatib o'taman. Mahsulot nomi, kategoriyasi, endi o'zingizga kirgan kategoriyalar bo'yicha kiritib qo'yasiz. Men faqat arenda yozib qo'yganman. Hop, arenda narxi misol uchun 15 ming. Qayerda turishi, qayerda joylashganini yozib qo'yasizlar. Hech qayerda qayerda turibdi o'sha mahsulot. Mahsulot haqida qisqacha kiritib oldik. Kiritganimizdan keyin bu yerda mahsulot yarashtirgan tugma bor. Hamma bilan to'liq kiritib chiqqanimizdan keyin tugmasini bosamiz. Mana saksofon mahsulotingiz muvaffaqiyatli yaratildi. Bu tugmasini bosamiz. Endi yangilasak, rasm, kategoriya, nomi, miqdori, arenda soni hali bo'lmagan arenda berilmagan, narxi, kategoriyasi va qayerda turishi. Hop, bu yerda o'chirib olish bor. Mana 3 ta nuqtani bosib o'chirish bor, rasm o'zgartirish bor, ma'lumot o'zgartirish bor. Shularni bosib, rasm bosaman. Bu yoqqa rasm kiritasiz. Rasm kiritgandan keyin hani bossa sahifasi yuklanadi. Ma'lumot o'zgartirish bor, ma'lumot o'zgartirish bosasiz. Bu yerda yangi nom, yangi narx, qayerda turishi, ma'lumot haqida qisqacha ma'lumot, o'sha ma'lumotni chiqarib oladi. O'zgartirgandan keyin xatmasini bosish avtomatik yangiladi. Hop, bu yerda yana shu nuqtani bosib turib, o'chirish tugmasini bossak, bu yerda so'ydi. Rasm nomli o'chirishga ishonchingiz komilmi deyapti. Siz qani bosib, ishonchingiz komil bo'lsa qani bosasiz. Yo'q bo'lsa, yo'q tugmasini bosib qo'yasiz. Hop. Keyin bu yerda qidirsangiz bo'ladi tepasidan. Qidiruv. Misol uchun rasm qidirsiz. Rasmni qidirib beradi. Keyin filtrlar bor. Mana bu yerda 3 ta nuqta bor. 3 ta nuqtani bossangiz, bu yerda ochiladi avtomatik. Bu yerda arenda mahsuloti yoki sotuv mahsuloti bo'yicha turibdi. Biz hozir arenda bo'yicha ko'ramiz. Arenda ko'p arenda berilgan mahsulotlar, kam arenda berilgan mahsulotlar turibdi. Ko'p tanlaymizda saqlashga bosamiz. Bu yerda ko'p berilganlarni qo'shib beramiz. Ikkita arenda ko'p berilgan. Hop, yana qaytib kiramiz. Kam arenda berilganni saqlashga bosamiz. Mana 0 ta, shuga hali umuman berilmagan. Hop, dangachalar ham bor, ishlaydi. Ishlatib yozib ko'rsanglar bo'ladi. Hop, bugungi video qo'llanma shu edi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.